Ikkisi bir narsa e'lon qildi bu Liu Langjun deydigan bir ismlik birisi şu. Bu mamda Xitoyniki qanda nomussiz hamda Xitoyning hatto eng tuvan saqchi askarlarimi qarab bakın yani bir jinoyatni qanda uydurup chiqqanligini. Men buni tushib ketdim bu Twitterda o'zining 2012-yili xizmatini ayrilganligini shu 12 yil bizning vatanda xizmat qilganligini deb 2008-yildagi Sharq Turkistondagi ash harakatda ben sizga avatgandim buning shu bu qandaq turmadan 4 Uyg'urni chiqib saqchi kiyim kiygizib bu yerda o'zlari keyin ularni ko'ydirib o'ldirib atganligini uni ko'rgandan keyin Xitoy hamda bu shu voqeadan keyin men men qattiq ta'sir qilib men harbiylikdan shuningdan chekingandim daftamda. Hozir Amerikada o'xshaydi u Xitoy. Shu vaqtda cho'qim izni baxtingiz vaqtga fikringizni. Hem de Xitay bundaq iş qilmaydi demeymiz hem de. Xo'sh. Komünist Xitay bulupma, bula öz vaqtidimi Japonninki askerinin kiyimini kiyip aşında qechib yurgan ahvollama bor. Gomindangchilarning kiyimini kiyib, gomindangchilarga qarshi chiqqan ahvollama bor. Bular o'zining maqsadga erishish uchun unda birisining puhroning kiyimini kiyib, bunda qilish, anda qilish deganni ayib deb ko'rmay, buni maqtanadi bu ahvoldan. Bu hakkında kinolarda, romanlarda, hikayelarda mı var bu? İkincisi bu Uygurlarga karta muşunda ilim fikirlerini oynaş bu mu Xitay qılalaydı deb o'ylayman bunu. Xo'sh. Misalga deyli Ürümçi'de şu 2009'daki mesele namoyish qilishning oldida ve namoyish qilayotgan jarayonda hukumatning xabari bor. Undaqda nimishki tedbir almadım. Nima uchun bo'p bo'lgandan keyin buni jazolaymiz deb Xitoychada bir gap bor, Cho'g'usanjang deydigan. Ya'ni kuz kelganda hisobni olamiz deb. Xo'sh. Ya'ni ba'zida bir ish qil, bir jidal chiqa, onundan keyin onun necha seni joylayman degandekchi. Mushunga o'xshash misolga Mushu 2014'da Xi Jinping Sharq Turkiston ziyoratini tugutib, hamda mangdigan vaqtida Ürümçi vokzalda bir bomba patladı. Nurg'un odam öldü, yaralandı. Onama keyingi mushu ba'zi Xitoylar yozdi. Zhou Yunkan ve adamlarının Xi Jinping'e bir oyun oynash uchun qilgan gaplar bor. Rasmi yog'imi men bilmayman. Xo'sh. Sharq Turkistonda nurg'un mushundaq shiddat voqealar bo'ldi. Ama bu voqealarning bir qismi Xitoy bilan hokimiyat bilan, Xitoy istihborotlar bilan munosabati bormi yo'qmi? Men ma'lumot bo'lmag'achqa men bir narsa deyamayman. Faqat voqea bo'lgandan keyin şu insanlarning qop qo'ygan yerdan tep chiqqandekla hammasini tutalaydi-da. Shu. Hamda ularning urug' tuqqanlarini darhol hamma qilalaydi. Misolga mana bu Turkiyada bo'lsa bir voqea chiqdi, buning bilan chetishib qolgan odamlar kim emas deb uni izlash uchun necha oy, necha yil ketdi. Hatta hozirgacha shu topamagan ahvollarma borda 10, 20, 30 yil o'tib ketgan jinoyatlarma bor. Ama Xitoyda osonla topalaydi-da bularni. Hemen solab, atıdığanı itib, solaydıganı solab, qo'rqitadiganni qo'rqitib qilalaydi, darhol qilalaydi buni. Shuningga bu Xitoyninki istihborot tashkiloti bu ishlarni qilmaydi, degili bo'lmaydi hamda. Askerler buyruk aldı, onun için kiyimini almıştırdı, onun için Uygur cidel çıkardı deb Uygurların kiyimini kiyip, cidel çıkarıp onun için askerler, kurallık saqchilar kelipler, ularni tutdu, ularla çetişkan kim var deb, onun için urug' tuqqanlarini, o anlatgan hikayedimi, yezdeki şu urug' tuqqanlarini hammani tutib, Qayerga yoshim bir yezni yo'qotibdi. Keyin ondan keyin bir vaqtda yana aşaga borsa o yezma yo'q bo'lib ketibdi. Yo'q. Yani inson yo'q yani. Qarab
harabega aylanıptı da o zemin. Yani bunday işlarni Xitoy qilalaydi, ama menimki qo'limda bu dalil isbot bo'lmaganiga men ona aniq mushunda diyemeyim, ama men ishonmayman shu Xitoy mushta ishlarni qilalaydiganligini. Xo'sh, xo'sh. Haqiqatan yani bu şu belkim aş yez bilan bir münasebeti bor ko'rganlarimizin bo'lishi mumkin. Twitter'da şu Liu Langjun deb ismli. Onun yazgan narsalarını ko'rib beqishinglarni umid qilamiz. O bir guvohlik beribdi hamda o'zininki shu ishga bevosita qatnashganligini. Butun o xaritadan o'chirib tashlandi o yazdaydi keyin hamda shu butun hamma narsani so'zlab turib tafsili uzun bir narsa. Ko'rganlarimiz agarda aloqasi bo'lgan bo'lsa xabar qilib qo'ysa yaxshi hamda.